Xo'p, mana buni bilasizmi nimaligini? Yo'q, yo'q. Xo'p, sizga yana bitta manfaatli narsa beraman, life hack. Mana buni 2 marotaba bosasiz. Mana bu yerda dastur ochiladi. Endi qarang. Skanerni bossangiz, mana bu ruxsatnomani bilan ochamiz, ilovani ochamiz. Davlat raqamiga qaratsangiz, siz transportingiz haqida ma'lumot chiqadi. Ya'ni 01 transport kimning nomida? Qarang, mana bu yerda dastur bor, mana bu yerda dasturlar bor. Deylik, mana bu avtomobilingiz menga xalal beryapti. Deylik, men sizga jo'natma qilyapman. Mana shu yerda SMS tarzida, SMS shaklida xabarnoma yuborish dasturi ishlaydi. Mana bu transport sizni yo'lingizni to'sib qo'ydi, siz oldirmoqchisiz, lekin telefon raqamlari yo'q. Mana shu shaklda yuborsangiz, u odamga SMS shaklida boradi. Endi SMSni oching. O'shanaqa SMS yuborsangiz, u odamga SMS shaklida boradi. Bemalol chiqib mashinani olib qo'yish iltimosini qo'yasiz. O'tda dasturda ko'p yaxshi narsalar bor, manfaatli. Kimgadir manfaatli, sizga manfaatli. Tushundingizmi? Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p, sog' bo'ling. Xo'p. Rahmat sizga ham.